Assalomu alaykum, ben Bozor.uz kanali kuzatuvchilari. Bugun sotuvimizda BMW iPhone. Mashinamizning narxini oldindan aytib ketaman, $29.900. Mashinamizning ma'lumotlariga keladigan bo'lsa, 2011-yil N55 B30 Twin Power turbo dvigatel bilan jihozlangan. Mashinamizning yuklari bor. Задний ведущий 0 dan 100 ga razgoni 4,5 sekund. Tonirovka ruxsatlarimiz bor. O'ziga juda ham yarashib turgan diskalari. Polniy trassa yig'ilgan mashinamizga. Mashinaga nima qilish kerak bo'lsa, jamiga hamma ish qilib tayyor qilib qo'yilgan. Orqada ham monitorlarimiz bor. To'liq alkantara bilan jihozlangan mashinamiz. Katalog qismi, bar qismi. Ko'rishingiz mumkin. Sidenlarimiz elektronli. Har bir erkak kishining orzusi bo'lsa kerak. Har bittamizga nasib qilsin. Mashinamiz 220 ming yurgan. Tayyormisizlar ovozini eshitishga? Hammamizga nasib qilsin. Lyuklari mavjud. Elektronli sidenalari. Xudo xolasa hammamizga nasib qilsin shunaqa mashinalar. Shoshilinglar o'rtoqlar. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar.